Arkadaşlar like bosib kanaliga obuna bo'lib turing, shunaqangi yarichgan zo'rlardan keyin videoni oxirigacha ko'rib turing. Mana qaranglar. Obunachilar mana. Obunachilar har bir obunachi shunaqangi yarichgan zo'rlardan nasib qilsin deganlar videodan like bosib qo'llab-quvvatlab turing. Obunachilar mana qaranglar. Mashalloh deb yozib keting. Oy, bu urg'ochini nimaga ushlab turibsiz? Aka, bu obunachilaringizga bonusga chiqadi. Bonusi ketaveradi. Yangima bonusi bilan chiqdim aka. Gap yo'q mana. Videoni oxirigacha ko'rib tursin, narxni ham. Narxlar ham arzon bo'ladi. Narx o'ta arzon bo'ladi. Gap yo'q. Obunachilar mana hamma partiyani olganga shu bitta urg'ochimiz bonus ekan. Gap yo'q mana. Gap yo'q. Ketdingmi? Ketdim. Obunachilar mana birinchi partiyamizga yarichgan zo'rni olaman deganlarga obunachilar mana. Qirg'iziston Bishkekdan yarichgan toza qoldi yarashanlarni mana zo'rlardan ketdi mana obunachilar qaranglar. Dumbalar, tik dumba mana oyoq qo'llar uzun, toza qoldi arashan zo'rlardan ketdi Abrolbek aka. Zo'rlardan keldi aka, qoni toza, o'zi tozalardan. Zot tozalardan mana obunachilar mana qaranglar mana. O'zi to'laydigan simjun variantidan mana yuzlarini qarang mana. Obunachilar mana qaranglar, svetlarga bitta alohida like bosib ketyapsiz mana qarang. Dumba razreslarini qo'yavering bo'ldi. Obunachilar mana bunaqasidan mana bitta emas, soni ko'p mana obunachilar. Dumbalarni qarang. Hammasi tikdikka. Tik dumbani hammasi like bosib kanalga obuna bo'lib turing, shunaqangi yarichgan zo'rlar kelganda ulgurib qolasizlar obunachilar mana. Oq yuz, oq quloq hammasi mana. Yuzlariga bir e'tibor bering, quloqni qarang mana. Quloq tashlashlari ham zo'ragan lekin mana. Gap yo'q. Abrolbek, xo'p, birinchi partiyamizga soni nechta? Soni 8 dona aka. Soni 8 dona. Mana obunachilar yarichgan lekin tozalardan keldi Abrolbek bugunga. Zo'rlardan keldi aka. O'ylanmay olishaveradi. Bemalol olishaveradi. Narxlar ham arzon a? Arzon. Obunachilar like bosib qo'llab-quvvatlab turing. Bunaqangi toza qoldi arashallarni, xudo xolosa tozalardan keldi mana. Abrolbek ukamiz xudo xolosa kanalda yangilar. Like bosib podpishka qilib turing. Narxlarni ham chiroyli qilib, xudo xolosa qo'yib beraman deyaptilar. Xo'p, Abrolbek, birinchi partiyamizga soni nechta? Soni 8 dona, bir pachka variantda. Gap yo'q mana. O'ylanmay olishaveradi. Bemalol olishaveradi. Xo'p, Abrolbek, bo'ylari necha chiqib qoladi? Bo'ylari 75 Plus a? plus 75 ga olishaveradi. 75 ga olishaveradi. Obunachilar mana yarichkalarimiz soni 8 dona. Xo'p, bular yosh oyligi bir 8 oylar atrofida bo'lsa kerak Abrolbek aka. Hali qo'z aka. Hali qo'z obunachilar bosaveradigan joy qo'zi birorta tug'magan. Bolani olib yurishaveradi. Yuzi toza, qoni tozalarda olaman deganlarga bugun aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Xo'p, soni 8 dona, yosh oyligi 8 oylik. Xo'p, bo'ylari 75 plus minusda obunachilar 75 ga olishaverar ekansizlar, bemalol. Xo'p, Abrolbek, bular narxini nech puldan qo'yib berasiz? Abrolbek, narxini gapiring, narxini o'ylanolmay. Aka, narx 6.300 ming so'mdan ketaveradi. 6.300 dan. Bundan o'ylanish. Obunachilar mana yarichgan zo'rlari 6.300 dan aka. Hamma yerda 6.5 million, 6 million 800 qo'yilyapti. To'g'risi gapda, buni tan olish kerak. 6.300 dan kami bor-a? Kamini qilib beramiz aka. Kamini shayda qilib bering Abrolbek mana. Yarichkalar bir joyga olishadi. Bu o'zimizni mesni qo'ygan solishtirish emas. To'g'ri. Qirg'iziston. Toza Qirg'izistonda Bishkek qo'ya. Haqiqiy zo'rlar buning. Obunachilar mana, xudo xolasa zot tozalardan, quloqlarini qarang, yuzlari, hammasining yuzlari oq mana. Quloqlari ham, garbonuslari ham o'ta kelgan qo'ydilar. Xudo xolasa mana tayyor seleksiyani olib qo'ying, bosavering mana obunachilar. Bitta qo'chqorni qo'shasiz avgustda, xudo xolasa bo'g'oz qilib qo'ysangiz ham bu qo'ylar $1000 xudo xolasa obunachilar. Bo'g'oz qilib qo'ysangiz ham $1000 10 millionga bemalol sotaveradigan variant. Xo'p, Abrolbek, narxini gapiring. Narxini aka 6.200 ming so'mdan qilib beraman. 6.200 dan. Yana kelishtiringchi, qo'lni bering. Like bosdan nech pul o'tib berasiz? 100 mingni o'tib beraman aka. 61 dan bo'ladimi shunda? Kommentariy yozsa nech puldan qilib berasiz? Abrolbek, gaziga bos, uka. Obunachilaringizga Ha, nech puldan? qilib beraman. Kommentariy yozib podpishka. Like bosib podpishka tursa 6 milliondan. 6 milliondan ketaveradi. Dastlabki umuman o'ynayman. Abrolbek chiqazi podpishka qilib tursa 6 millionni xayrini ham qilib berasizmi? Telefon qilsa xayrini ham qilib beraman aka. Barakasini bersin. Obunachilar. Bosib podpishka qilib turishsa, like Gap yo'q. Obunachilar like bosib podpishka qilib turing. 6 million so'mdan xayri ham bor. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Shu ukamiz nomeridan, shaxsan ukalarimizni nomerini qo'yib qo'yamiz, telefon qilib aloqaga chiqishaveradi. Abrolbek, keyingi partiyamizga o'tamiz?mi? Keyingi partiyamizga o'tamiz aka. Ketdik. Obunachilar mana ikkinchi partiyamizga ham solodi gigantlari zo'rni olaman deganlarga mana aloqaga chiqinglar akalar mana. Solodi o'tda ham yirgilardan, sifat zo'rlardan, zot toza, qoni tozalardan kelgan mana qaranglar. Obunachilar mana xudo xolosa dumbalari, tik dumba zo'rlardan mana oyoq qo'li uzunlardan
Qirg'iziston Bishkekka Abrolbek aka, hammasi. Aka qo'ylar haqiqiy Qirg'izistonniki. Qirg'izistonning qo'ylaridan, Qo'ylarni nasllar, olib so'liqlardan mana bu narsalar dumbalar, tik dumbadan, sifat zo'rlardan mana qaranglar. Xo'sh, ikki dona qora kashtani bor ekan Abrolbek aka. Tozasi. Mana ikki dona qora kashtani tozasidan ekan mana qaranglar. Dumbalar, tik dumba, hammasi mana yeb ishlari ham zo'r ekan. Xo'p, Abrolbek ularning yoshi qanaqa? Aka yoshi 4-6 yosh. 4-6, o'ta yosh variant ekan a. Hali bolani beraveradi. Bu narsalar quyruqlari ham, dumbalari ham birortasi mana osilgan dumbaga e'tibor bering. Mana bosaveradigan joy o'ylanib o'tirmang mana. Oyoq qo'li uzun Qirg'iziston qo'ylarni olaman deganlarga aloqaga chiqasizlar bu narsalar mana. Xo'p, Abrolbek bular bo'ylari necha chiqib qoladi? Yuringlar bak. 85 chiqaveradi aka, xotirjam. 80 dan 85 gacha bemalol chiqaveradi. Gap yo'q mana obunachilar bo'ylari 80 dan 85 gacha bemalol chiqaveradi. Qochor. Bunaqa Xo'p, lekin xudo xolasa so'liqlarda haqiqatdan yiriklar ekan Abrolbek aka. aka bunaqalari kamdan kam keladi. Bunaqalari kamdan kam keladi. Xudo xolasa obunachilar like bosib qo'llab-quvvatlab shu bolani podдержка qilib turing. Xudo xolasa shunaqangi yirik so'liqlarni zo'rlarda olib kelib, xudo xolasa xalqimizga chiroyli qilib obunachilarga yetkazib berib turadilar. Obunachilar buni to'g'risi gap, narxini ham yo'lida qo'yib beradilar. Buni to'g'risi gap, siz ham olganingizdan keyin siz ham kuyib qolmaysiz, to'g'risi gapda. Qimmat olmaysiz ham. Xudo xolasa yo'lida qilib, chiroyli qilib qo'yib berishadi. Videoni oxirigacha ko'rib turing. Bugun Abrolbek bonuslar ham bor-a? Aka bugun bonusi bilan bor. Bonuslar ham bor, obunachilar mana. Xudo xolasa so'liqlarni gigantlari zo'rlar ekan. Bugungi necha partiya Abrolbek? Bugungi 3 partiya ham Abrolbek? 3 partiya aka. Obunachilar bugungi 3 partiya mana so'liqni yiriklardan zo'rlardan. Obunachilar xudo xolasa olasiz, narxini kelishtirib arzon qilib qo'yib beradilar. To'g'risi gapda. Bu Qirg'izistonning qo'y obunachilar, bu javdari qo'y umuman solishtirmanglar. To'g'risi gapda. O'zimiz javdari qo'ydi ham beradi-yu, bundan arzonroq qilib beradi-yu. Uni bilan buni zoti bor, bari farqi bor buni zotida. Zo'r beradi. Xudo xolasa usul variant. suyagi ham katta variant Abrolbek aka. Bola olaman degan akamiz mana shunga qo'chqor zo'rini qo'shib bola. Qo'chqor zo'rini qo'shsa Abrolbek, avgustda ham hozir ham qo'shaveradi bemalol. Hozir ham qo'yib qo'yishaveradi. Obunachilar mana avgustda ham hozir ham bemalol qo'chqor qo'shsalar ham tayyor variant. Birorta qo'ydi pasi yo'q, e'tibor bering mana. Siz umuman kuymaysiz, to'g'risi gapda. Buni ichida pasini tiqib, unaqa narxini tushirish emas. Mana obunachilar birorta pasi yo'q. Bittalab e'tibor bering. Dumbalarni qarang. Tik dumbadan hammasi mana. Yuzi toza, qoni tozalaridan kelgan mana obunachilar. Like bosib, qo'llab-quvvatlab, podдержканы qilib turing. Xudo xolasa shu yosh ukamiz narxlarini yor beraman deb chaqirdilar. Xudo xolasa endi gapingiz javob qilib, narxlarni Abrolbek libo yerda bunaqa yirik qo'y 7.5-8 chiqyapti. 7.5-8 chiqyapti. Siz nech puldan qo'yib berasiz Abrolbek? Nech puldan qo'yib berasiz? 7.5 dan chiqarib beramiz. Dastlabki Ay yo'q, 7.5 dan Abrolbek endi siz ham kelishtiring narxini, bir joyga olishadi. 7.5 ham handeb turing Abrolbek. Arzonni kelishtirib bering. Siz obunachilaringiz 7 million so'mdan ketaveradi. 7 milliondan. 7 milliondan. Barakansin bersan, obunachilar 7 million so'mdan nima deyapti? Bosaveradigan joyi. O'ylanishmas aka. Obunachilar 7 milliondan rostmi? Yana o'tib berasizmi Abrolbek? O'zi yaxshi aytdim-ku, yana o'tib beraymi? Yana o'tib beringchi, qani bitta bomba qilib tursa 100 mingni o'tib beraman. 69 dan. Teptik siqib qilaylik. 68 da Abrolbek. Kanalda yangisiz like bosib qo'llab-quvvatlab turishadi, ham deb turing. Necha kirdingiz? 16 ga kiryapti. 16 ga kiryapsiz bunda. Hali yosh ekansiz Abrolbek. Like bosib qo'llab-quvvatlab turishadi. 6 million 8 dan bir joyga Samarqandgacha ketdi. Barakami? Kam bo'lmaydi obunachilarga mana. Barakasini bersin. Obunachilar 6 million 800 mingdan bosaveradigan joyi. Narxi arzon bo'ldi. Obunachilar tavsiya qilaman. Bosavering mana. Shu yosh ukamizning mehnatiga bittadan like bosib qo'llab-quvvatlab podдержканы qilib turing. Narxlari xudo xolasa keyingilarni ham zo'r qilib qo'yib beraman deyaptilar. Keyingi partiyamizga o'taramizmi Abrolbek? Ket. Obunachilar mana 3-partiyamizga so'luvdi. Yana ham pul yengil yirikroqdan kiradiganlarga obunachilar mana soni 5 dona ekan Abrolbek aka. 5 dona aka. Buni nimaga ushlab oldingiz? Aka bu aytdim-ku, bonusdan. Shumi bonus? Ha, bonus. Mana obunachilar bonus. Dumbani bak alqingchi. O'ta kerak. So'lig'a. Obunachilar mana shu so'lig'imiz bonus ekan. Hammasini olganga ketdimi? Hammasini olganga ketdimi? Hamma qo'ydi olganga ketdi mana bonus. Qo'yaveringchi.
Sog'lom qo'y aka bu. Obunachilar mana sog'lom qo'y ekan mana yugurib turibdi. Yeb ichishi ham yaxshi buni Abrolbek aka. Bonus mana. Obunachilar boyoqda mana so'liqlarda suyali Qirg'izistonda qozoqolli qo'ylarda mana. Xo'p. Soni 5 dona ekan oxirgi partiyamizga Abrolbek. Soni 5 dona aka. Soni 5 dona mana. Mana bu urg'ochimiz bonus hamma partiyani olganga. Men olganga shu ketaman. Gap yo'q mana obunachilar qo'llab-quvvatlab paddeshkani qilib turinglar, xudo xolosa bonuslardan ishlar birinchi qanlarda. Xo'p, Abrolbek soni 5 ta ekan. Buni tishlari qanaqa Abrolbek? 2-4 aka. 2-4 tish, bitta birorta 6 tish ham bormi yo 2-4 tishmi? Bitta birorta chiqishi mumkin a? Bitta chiqishi mumkin. Bitta chiqadi. Obunachilar mana bitta 6 tish, qolganlar 2 tish, 4 tish varianti ekan. Mana nima qolsa narxlarini ham chiroyli qilib qo'yib beraman deyaptilar obunachilar. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turing shu ukamizni obunachilar. Mana uni qarang, yugurishlarini. Qirg'iziston qo'ylari mana. Barib tog'da yuradi, yo'qda qo'ylar, xonadonda baqilmaydi to'g'risi gap. Hammasi chors qo'ylar ekan. Xo'p, bo'ylar necha qiladi Abrolbek? 80 bormi? Bo'ya 80. 80ga bemalol olishaveradi. 80 ga olishaveradi. 80 ga bemalol olishaveradi. Xo'p, Abrolbek bulardi. Xo'p, Abrolbek bularni narxi necha bilan berasiz? 5 tasini. Narxi nima? Narx Abrolbek, o'ylanmang, narxini ayting, tarslar. 7 million, 8 million yo'q. Xo'p. Bugun 63 dan ketaveradi. 6300. Kelishtiring Abrolbek, kelishtiring. Endi bonus qo'yapman deb narxni ko'tarmang. Narx o'zi aka shuncha qo'ydi arzon qilib berdim. Qo'lni bering, gapiring, biladigan tars, like bosib qo'llab-quvvatlab turishadi. Aka qo'llab-quvvatlab tursa o'taveramiz. Obunachilaringizga Necha puldan beradi? 200 dan bo'laveradi. Ayyo, kelishtiring Abrolbek. Endi yaxmansiz ham endi. Aka o'zi yaxshi narx aytdi. Abrolbek 6 million pastga qo'ymasangiz bo'lmaydi to'g'risiga. Arzonroq qo'ying obunachilarga. Mana hayitdan keyin qo'yni sotib, qo'ralab bo'shatib qo'yganda ko'pchilik. O'rniga olishadi ham deb turing. 6 millionni o'tib berasiz, 5 million 800 dan ketdi. 200 dan o'tib berasiz 6 dan. 6 milliondan mana. Ayyo, 6 milliondan emas, 6 milliondan baland. 5 million 800 dan berasiz ketdi mana Abrolbek. Nima deysiz? Qilaylik aka shuni. Qanchadan bo'ladi? 5 million 900. 5 million 900 danmi? Hep barakasini bersin. Sunnatiga o'tib beramiz. Yana gap yo'q. Obunachilar 5 million 900 mingdan nima deyapti? Bosaveradigan joy, telefon qilib aloqaga chiqasizlar obunachilar. Shunaqangi qo'ylarni zo'rlardan shu ukamiz olib ketdilar. Like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar, lekin faqat obunachilar O'ylanmay telefon qilishaveradi, ish 100 bitadi. 100 bitadi. Gap yo'q. Obunachilar qo'y bilan ta'minlaymiz aka. gap yo'q. Paddeshkani qilib turing mana, xudo xolosa 5 million 900 mingdan haqiqatan arzon bo'ldi. Bunaqalar Tavsiya qilaman obunachilar, arzon bo'ldi. Oling, mazza qiling mana. Yosh variantda aldansang, yoshga aldangin dedi obunachilar mana. Mana bu yoqda bonusimiz. Hamma olganga bonus keltirib, bonus Abrolbek. Yeb ishlar yaxshimi? Garantiyasi bormi bir hafta? Garantiya qilib beramiz aka. Bir hafta garantiyasi bor-a? Kasal emas bu qo'y. Gap yo'q. Abrolbek buni endi bir xillar bu bonus ekan deb yemayadi ishlari ham mumkin-da, qana bir ko'rsatib qo'ylikchi. Obunachilar mana bodomni bagini yeyapti mana. Obunachilar bosib yuboradigan joyi. Endi prosta qarovsiz qolgan Abrolbek a. Mana obunachilar yeb ishini ko'raman mana intilishini. Bosib yuboring mana obunachilar. 3,5 million qo'y, 3 millionlik qo'y to'g'risiga bonusga ketyapti. Aka siz obunachilar. Mana obunachilar. Garbonus qarang. Garbonuslari ham zo'r mana 80 liniya. Baldaqlari ham bor. Gap yo'q. Obunachilar bu yoqda qo'ylarimiz. Shu oxirgi partiyamiz Abrolbek? Shu oxirgi partiyamiz. Gap yo'q. Like bosib obuna bo'lib turibsiz. Obuna bo'lib turibsiz-a? Beryapsiz, obuna bo'lishmayapti. Gap yo'q. Obunachilar like bosib qo'llab-quvvatlab turing. Shu oxirgi partiyamiz ekan, telefon qilib aloqa chiqarasiz. Sizlar bilan ko'rishguncha xayr deb qolaman.